Bismillahirrohmanirrohim. Alloh subhanahu va taologa bu rasulingda, habibingda harami sharifida turib, Isroiljon ukamiz bizlardan duo umidvor bo'libdi. Ya Robbi, u muborak manzilda nomlarini zikr qildik. O'zingga behisob hamd sano va shukronalar bo'lsin. Rasuling Muhammad sallallohu alayhi vasallamga salovat, durudlar bo'lsin. Isroiljon ukamizni o'zing sababi moddiyatlarni yaratib, tez fursatlarda u go'zal manzillarga kelib, rasulingni ziyorat qilib, u zot shafoatiga mukarram yurtingda, baytingda tavob qilib, o'zingni rahmatingga munosib bandalaringdan bo'lishining yaqinlarimdan, juft haloli bilan farzandlarimdan Allohim nasib etgan. Allohim tez fursatlarda qadamini yetkazdirgan. Ya Robbi, u manzillarda haq hurmatdan ukamiz haqqiga duo qildim. Allohim tez fursatda yetkazdirgan manzillarga.